Aka nech pul bo'ldi bular jupiga? Qanchadan qaytdi? 40 million jupiga. 40 milliondan qaytibdi. Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlar. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yozyovon mol bozori. Hafta kuniga chorshanba, bugun sanam takalar 29-iyul 2026-yil. Bir qora bozor narxlari ta'sir bo'lamiz. Menga narxlarni sizlar layklarni bosib, podishkada bo'lish so'rab qolamiz. Olingan sotilgan bozorda qat'iy narxlar va video davomida kerakli turib, mana turdagi chorva hayvonlarning narxlariga ta'sir bo'lamiz. Kanaldagilar shu pastda podpisatsiya yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv bor, o'shani bosib qo'yinglar. Shunda biz kirizib borayotgan videolar muntazam SMS bo'lib borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar ko'p kutubaga yozib yurgan bo'lsangiz, dehqonlardan chorva hayvonlari o'sha pastda birinchi kommentariyada Telegram kanal qo'ldiraman. O'sha joyga tashlasalar, reklama qilib boraman. Bu dehqonlarga bepul olishingiz sotishingiz mumkin. Aka nech pul bo'ldi bu? Nargi bilan. Zo'r. Xo'p, qo'nachi qancha bo'ldi? Mavos. Nech pul bo'ldi aka? 20? 21 millionga. G'onajini olibdi. Bo'ylar bir 25 kilusiga. Mana real savdolar bo'layotgan barakalar, olinganlar, sotilganlar ko'rsatadi. Aka, ona bola nech pul ketdi? Nech pul bo'ldi? 32,5 million so'mga. Bolasi buqacha, bo'ylar bir 25 kilusiga. 10 ta atrofda yangi sutlik ko'rib olaverasizlar. Mana bu. Eso qancha bo'ldi? 26,5 million. Bolasi buqa. 5-6 litr suti bor. 26,5 millionga olishdi mana. Bo'lar 130 kiloga, 35 yon yerida. Katta mol lekin tagi sal torroq ekan. Chiroyli. Xo'p. So'lini qanchaga oldingiz? 4 million 400 ga so'liq, boqma so'liq. Voh, bu qara, o talab bo'pti-yu, nech pul bu? 34,5 million. Yakki o'zi. Necha oylik? Yaqin bo'g'oz ekan, 34,5 ga olishdi. To'g'ri. Vo, mavlik belagan ekan. Dahshati nech pul bo'ldi bu? Berilmadimi? Sotasizmi? Kimdan bu? Oshog'a. Nomer bormi? Ayting. 90lik. 584. 29 nomer. Bo'yi nechi? 1 metr. Vesi o'lchandimi? Necha kilo? 150. 150 kg. 152 kilogram chiqqan ekan. Qo'shqori qaranglar. Vosh katta, ha? Nech pul o'tdi? 14. Nomeri qoldirdik. Telefon qilaverasizlar. Bunga shunaqa qo'shqori zo'ri kerak bo'lsa, Yozyovon mol bozoriga chiqib ketasiz. Bu o'zimizni paroda, qanaqa paroda ekan bu? Oshog'a, bu qanaqa paroda bu? Sori ham bosishma katta bo'ladi. Bir tarafini oladi. Mana qara, jonivor. Chempion qo'shqorlar chiqadi. Ketdi. Xo'p. Ozlan nech puldan bo'ldi? 15,5. Bunisi? Bunisi 12,5. 12,5 million bo'libdi. 15,5 ga 12,5 million. Voy, qisirganmi bu? Chiqaydi keyinroqqa. Qisirganmi, bo'g'ozmi? Qisirga ketdi, onasi. Olib chiqib ketishyapti. Xo'p. Akalar, sizlar layklar bosyapsizlarmi? Tirs. Jasurur. Assalomu alaykum. Aka. Assalomu, yaxshimisiz aka? Sizmisiz? Chiqyapti. Nech pul bo'ldi? 14,200 qisir. 14,200 ga qisir holatda. Boqilib so'yiladi. Davom etamiz. Chatgan narxlarga ta'siri boraveramiz. Lagilar bo'lsin. Qo'ji. Aka nech puldan ketdi bular? Bo'g'ozlar akana. Qisirmi shekilli bu so'mli. Ketdi qoldi mol. Jupiga nech pul? 26 million 600 jupiga 1.5 kilosga g'onajinlar. Mari g'onajin yaxshi g'onajin ekan. Ketdi. Nech pul bo'ldi? Azamat aka qancha? 13 million 650. Buqa qanchaga bordi? Qanchaga? 21 million so'mga sotilibdi. Semental nech pul bo'ldi? Uka. Aytishmaydi. Semental aytishmaydi. Qo'zlar oldingizmi? Nech pul bo'ldi ona bola? Qanchaga olindi? Nech pulga olindi? O'zlar sotilmabdi. Assalomu alaykum aka. Rahmat.
Assalomu alaykum. Aka, Juda yaxshimi? Ha, olyapmiz. Rahmat. Qancha bo'ldi bu? Aka, nech pul? Bo'g'ozmi? 30 kun. Necha oylik? 30 kunga bo'g'oz oladi. 7 oylik. Nech pul bo'ldi ona bola? 27,5 ga. Bolasi G'onajin. 27,5 ming. Ikkinchi va uchinchi bolasiga. Hop. Hop. Video qanday bo'lyapti? Albatta izohlarda qoldiringlar. Bu biz uchun ko'proq qanaqa to'da videolik qilaylik. Xato kamchiliklar bo'lsa yozib qoldirsangiz biz to'g'ri tushunamiz. To'g'rilashga harakat qilamiz imkon qadar. Abdulla. Aka nech pulga olindi? 17,300 ga bu qachon olindi? Bular birovun pilusiga. Hop, aka nima bo'ldi? Sotildimi? 5 tasi nech pul? 5 dan kammi? Ha, 5 dan kami bor ekan. Qo'shqo'shqorlar. Sotildi deb o'ylabman. Qo'shqor qanchaga olindi aka? Nech pulga oldingiz? 6,700 ming so'mga olishibdi. Tashqi qo'shqor. Bo'li nimalari ham bor. Xo'p. Davom etamiz. Kamidan tushgan akalar xafa bo'lajak. Mahmud aka. Assalomu alaykum. Rasmoyim ham kirtaydi. Ha. Nech pul bo'ldi aka? Qancha bo'ldi? Nech pul bo'ldi? Zo'r. Qirg'iziston buqa. Yaxshi. Qancha ketdi? 4,600 ming. So'li. Ona bola nech pul bo'ldi? 34 ming. Bolasi buqa. Bo'ylari 120 pilusiga akalar. Bolasi buqa. Mana real narxlar bozordagi. Onasi ag'dan bolasi bag'dan kelyapti ekan. Ehtiyot bo'linglar. Aka nech pul olindi? 35 millionga olindi mana. Bola G'onajin. Ustiga qancha bo'ldi aka? 24,5 million so'm deydi, adashmasdan. O, bu qani zo'lari nech puldan ketdi aka? 45 million so'mdan, mana. Qancha bo'lib qo'sha? 45 dan. Ketdi. Dahshat buqalar ekan-a. Nech pul bo'ldi? 12 deyishdi adashmasam. G'onajin. 16 dedimi? 16 dedi. Ona bolasiga nech pulga sotildi? Qanchadan qaytdi? 36 milliondan qaytibdi men sizga. Bolasi G'onajincha. Zo'r. Hurmatli obunachilar, davom etamiz. Sizlarga yaxshi taqdim, syomkalar taqdim etamiz. Qo'shqa solon nech pul bo'ldi? 4,600 ga uzun so'lov. Ha. Nech pul bo'ldi? Qancha? 4,600,000. 4,600 so'li. Qo'shqor ekan, 4,600 ming so'm olindi. Aka nima bo'ldi? Sotilmadimi? 5 dan kam bor deganingiz hozir savdo qilishayotgan. 5 dan kam bor deyishayotgan. Qo'shqorlar bular. Realni narxlar, sotilganlar, olinganlar. Yaqin tanishingizni ko'rib qolsangiz, kimni ko'rganingizni atmanga qilib qo'ying kommentariyada. Qancha bo'ldi buqa? O'ka, nech pul? 20? 20 ga sotilmadi. Qaytyapti. Nech pulga olindi? Qancha bo'ldi? 10 millionga, 10 ajin. Olinibdi. Bo'y 90 pilisga. Aka qo'shqoral nech pul bo'ldi? 10,600,000 so'm. Ikkitasi. Orqadagilar. Bu qancha nech pul bo'pti?
25 million rahmat. Hadi canım. Aka nechi pul bo'ldi bu? 15 million so'm. Yakka sog'in. Voy, ichini qaranglar. Ey, nechi pulga oldingiz? Ha? Yo'q, men olib chiqib beryapman. Olib chiqib berasiz. Aka qancha bo'ldi? Nechi pul? Ikkitasi bo'ldi. Nechi puldan? Ikkitasi 52 million bo'pti. 25 dan bo'lganda. Mana o'sha yerga. 52. Yakka sog'in. Nechi pul bo'ldi bu? 29. Yakka sog'in. Zo'r bo'pti. Ana ham toza mol. Rossiyskiy. Bozor holatlari. Oh, mana qo'shqo'lalar. Aka nechi pul bo'ldi bu? Oq boshlar. 8 million 700 ming so'm. Ana o'zi 8 million 700 ming so'mga olinib yoki berilmadi-da. Aka qisir holatda nechi pul? 18 million. Qisir. Sigir. Aka nechi pul bo'ldi? 24 million so'mga. Buyur. Qisir adashmasam. Yana bilmadim. Qalay bo'lyapti obzorimiz. Izohlarni kutib qolamiz. Ichkaridan video olganimiz yaxshiroqmi yoki shu tashqarida olganim yaxshiroqmi? Aka qancha bo'pti? Nechi pul bo'ldi? Aka qanchadan ketdi bular? Aka nechi puldan bo'ldi? 57 dan yo 47? 47 dan. 4 million 700 ming so'mdan bo'ldi. Odam yuradi yo'ldan. Aka bu qachalar nechi puldan bo'ldi? 37 jupiga. 38 adashmasam. Aka qancha bo'ldi jupiga? 27 million. To'g'ri aytibdilarga aka. 27 million jupiga bu qachalar. Nechi pulga olindi? 8 million 600 ming so'mga. Ikkitasi. Olinadi. Optimga qancha ketdi? Qaytdi. Ha, sotilmasdan qaytadi ekan. Ammo zo'r ekan-a. O'zlar bir-birini bilar ekan, olib ketar ekan. Ha. Qo'ylar to'sib qo'ydi-yu. Aka nechi pul bo'ldi aka? 25. Bolasi nima? 25 million so'mga olinibdi. 4 ta 5 ta tuqqan. Aka qanchaga olindi? Xo'p. Boshqa. Nechi pul bo'ldi? 23 million so'm. Aka buqa qancha bo'ldi? Qirg'iziston buqasi, yaxshi buqa ekan-a. 34 million 200 ming bo'lgan aka. O, amonlar, nechi pulda bular? Aytishmadi-yu. Hojibay buqani oldingizmi? Nechi pul? Aytishmayapti nimagadir. Aytishmayaptimi? Qanchaga oldingiz Qo'shqorni? Sotilmadi. Aka qancha bo'ldi bular? 18 million 200. Sizniki nechi pul bo'ldi bu qiz? Bilmayman 5 ta. Bilishmas aka. Nechiga olindi? Nega so'rtda keldi? Orqada. Aka onasi. Ona bolasi. Yaxshi bola. Aka nechi pul bo'ldi?
Ha? 31 ga olishdi, bolasi buqa. 31 million so'mga. Narxini so'rashmabdi. Aka, oqbash necha pul bo'ldi? 24 millionga olishibdi. Ketyapti. Bu ona bolami yakkami? Necha pul? 31 millionga yakka havo. Qancha bo'ldi? Bular olib kelmaysizmi? Necha pul? Aka necha pulga olindi bu onajin? 30 million so'mga olindi. Voy! Ikkitasi qirq turib. Ehtiyot bo'ling. Aka qanchaga olindi? 30 ga. Bu hozirgi bor ekanmi? 8 oli, 32,5 ming. Voy. Aka necha pul bo'ldi? Sotilmadi. Qanchaga? 20 million. Zo'r. Bolasiga yetarishdi. 20 ga olishdi. Qancha bo'ldi ona bola? 32 million. Necha pul bo'ldi bunisi? 12 million so'm. Bu qancha? Ketdi. Ona bola chiqyapti. Necha pulga bordi? Qanchadan? 32 million qachon? Bo'g'oz akanda adashmasam. Aka qancha bo'ldi? Sigirlar chiqyapti. Zo'r. Oshon necha pul bo'ldi? Qaytdi. Aka qanchadan ketdi bular? 26. Bunisi 17 million 400. 4 oylik bo'g'oz. Qancha kattasi? 17 million 400 ga 4 oylik bo'g'oz ekan. Jonivor. Yomon ekan bu. Ehtiyot bo'ling. Ko'ramaysanmi? Voy. Ko'radingmi? Voy, ulgumadim, kechini qarang. Shukillar ketdi. Aka necha pul? 46 million so'm. Katta buqa ekan. Mana. Gibrid zotga ham yaraveradi bu buqalar. Ha, mashina topdi. 46 million. 46 million. Necha pul bo'ldi? 15,5. 8 million 600 ming so'm jupiga. Zo'r. Tova necha pul bo'ldi? Mana kelar real narxlar deymiz-ku. Shatta bo'ladi. Necha pul bo'ldi onajin? O'qiy ekan bu. Necha pul? Sotilgan. 21 million zo'r narga. Hozirgi. Ona bola qancha ketdi? Necha pul? Ha, bola. Sotishmabdi. Necha pul? 16 million so'm. Buqa. Bo'ylari 1. 16 deydi? Ha, 1. Jupiga qancha? 28 jupiga mana. Voy, kishini qarang, o'nadi. Zo'r. Mana hurmatli obunachilar, bir qadar sizlarga narxlar tanishtirib bordik. Mehnatlar zarur desa, aktiv bosib so'rab qolamiz. Sizlarga yaxshi tushunchalar taqdim etib, chiqadigan javob berib qolamiz hozir.